Assalomu alaykum. Qanaqa ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turyapsizlar? Bugun Qum bosgan shahar romanining eng oxirgi bobni o'qiymiz. Shuning bilan kitobimiz tugaydi. 34-bob. Qum bosgan shahar. Barat bilan Ömer esiga kelib, tangni ko'zini ochdi. Boshlarini ko'tarib o'ltirishdi. Ular shaharning chetidagi ochiqchilikda yetib qolgan edi. Yiroq bir yerda shahar sepili ko'rinib turardi. Ak-uka bir-biriga qarab sal xijil bo'lgandek bo'lib, uyatliq yerlarini qo'llari bilan yepishdi. "Sen kimsan?" deb so'radi Barat akasidan. "O'zing kimsan?" dedi Ömer. "Ko'zimga tonishli ko'rinasan." "Rost, biz qachon qayerda uchrashib edik?" "O'zing deb baqqina. Boytanga ismga olmadim." To'xta, mening ism keldi. "Sen mening enim Barat emasmi?" "Sen mening akam Ömermi?" "Ha, mana, endi esingga kelding." "Men qandoq sening ening bo'lib qoldim?" "Men sening akang bo'lgandan keyin mening enim bo'lasan-da." "Men sening ening bo'lg'achqa sen mening akam bo'lasa?" "Nimalarni deyotqansan? Men sening akang bo'lg'achqa sen mening enimmi yoki sen mening ening bo'lg'achqa men sening akangmi? O taraflarini toza bilmayman. Ishqilib ikkimiz qarindosh." "Ha, mening esim keldi", dedi Barat. "Nima esing keldi?" so'radi Ömer. "Nima esim keldi? Birdamda unutib qoldim ya. Qachondir bir chog'da mushu shaharning sirtida mushundoq yondashib yotganimiz esimga kelgandi." "To'g'ri", deb jallanib ketdi Barat. "U chog'da ikkimiz bir narsani tutib yotgandik." "Nimani? Unutib qoldingmi? Tilla selingan xalta." "Ha, esim keldi", dedi Ömer. "Keyin men u tillalarni xajlab boy bir xotinga uylangan, sarraf do'konlar ochgan." "Menchu?" deb akasining so'zini bo'lib o'tdi Barat. "Menmi qo'shlab xotinlarni olgan, katta bog'larni qilgan." "Amsi sening katta bog'laring, mening mehribon xotinim, sarraf do'konlarim qayni? Biz tushko'yga o'xshaymiz." Ak-uka her ikkilisi jimib ketdi. Bir chog'larda ular o'zlarining dal mushu yerda 99 tillarni bo'lishmay qandoq azarlashib ketganligini, tilla qochilangan xalta g'oyib bo'lgandan keyin bir-biriga batnab, qarindoshlikdan voz kechib, shaharning boshqa ikki darvozasidan shaharga kirib ketishganini, yana shundoq nurg'un ishlarni esiga olganda qiladi-yu, yana bu eslamalar tumandek tarqalib, xiralashib ketadi. O'zlarining yana qanday qilib bu yerda, bu holda uchrashib qolganligiga zodi aqlini yetkazolmaydi. Ha, ular shuncha uzun yillar yashadi, hukm surdi. Balam tikrlatmanglar. Hukm surdi. Ko'zini bir ochgan vaqtida, yalang'ochlanib, hech nimasi qolmagan vaqtida qarindoshlarini esiga oldi. Hammasi xuddi bir tushdek, reallikmi yoki rostmi deb. Demak, dunyo kelib ketadi degan shu. Bir zamonlar o'tdi, keyin qarasa tushmi, reallikmi degidek nurg'un narsalarni o'ylab ketamiz. Haliqi shu vaqtning o'zida zot jonni og'idek, mo'yimdek his qilib ketgan nurg'un narsalar bir mezgildan keyin qarasa unutilib ketgan, hatto hech bir tushmi, reallikmi degidek. Mana bu dunyo. "Rost, sen meni qanday tanib olding?" deb so'radi Barat. "Esingda", dedi Ömer. "Biz kichik vaqtimizda beg'amlar shahrining o'ttirisidan eqib o'tadigan o'stangda mushunda qip yalang'och cho'milib o'ynaydik. Ondan o'stang bo'yidagi qumda men boshqa bolalar bilan chelishayotdim. Birani besib olsam, sen xushallig'ingda sakrab ketatding." "Beg'amlar shahrida dedingmi?" Beg'amlar shahrida. Amsi biz bu yerga qanday kelib qoldik?" "Bilmayman." Barat o'rnidan turib cho'lga qarab mangdi. "Nega?" deb so'radi Ömer. "Cho'milaman." "To'xta, suvda eqib ketib qolasan." "Eqib ketmayman." "Esingdimi? Sen har qatim cho'milgili manganda opam atatti." Ömer o'rnidan turib inisiga yetishib billa mangdi. Ular ketayotgan yo'l poyonsiz cho'lga ichkirilib ketadi. Yo'lda ot uloqlarning tizaklari uchrab qolsa, aka-uka bu sapsariq narsaga qarab uzoq turishib qilishadi-da, bir-birini noqib kulishib ketadi. Ular shu holatda qancha kun yo'l mang'anni, qanchalik yo'l bosganini bilishmadi. Bu odamlarning yalang'och yurganini ko'zga sig'ira olmagan yo'lovchilar ularga ko'ni kiyim-kechaklarni kiygizib qo'yishdi. Bu kiyimlar ularning bo'y turqiga to'g'ri kelmagachga, Baratning ko'ngliga qalti kelib qo'rsiqqa ichilib qolgan edi. Ömerning tambulining puchqiga so'rilib boradi. Ba'zi kunlar ular qanday mahalla yendan o'tib qoladi.
Qayerlerdindir paydo bo'lgan ushshaq balalar bu g'aniyat odamlarning keynidan cho'qirashgunicha xeyli yerlargacha agishib boratdi-da, yana orqada qoladi. Ular kishilar sungan tomoqni yeydi. Nada kun kechkirsa, shu yerda uxlaydi. Bir kuni ularning orqasidan bir to'p otliq kishilar yetishib keldi. Otliqlarning eng oldida go'zal bir qiz kelyotdi. O'ziga o'xshash kelishimlik bir yigit uningga yondashib mangan edi. Orqadagilarmi bir-biridan sumbatliq yigitlar ko'rinadi. Akuk yo'lning chetiga o'tib, ularga hayron bo'lib qarashdi. "Sizlar kim bo'lasizlar?" deb so'radi otliqlar yo'l ustidagilardan. "Rost, biz kim bo'lamiz?" deb inisi qaradi Umar. "Nega ketyapsizlar?" "Biz nega ketyotdik?" deb akasi qaradi Barat. "O'zing cho'milaman demadingmi?" dedi Umar. Ha, biz Beg'amlar shahriga cho'milgili kelyapmiz," dedi Barat. Otliqlar hayron bo'lib bir-biriga qarashdi. "Beg'amlar shahrining nadaligini bilamsizlar?" deb so'radi ular. "Kim biladi?" deb mursini chiqardi Akuk ikkalan tanglar. "Beg'amlar shahriga bormoqchi bo'lsanglar, orqaga chiqib olinglar." Otliqlarning orqasida soyibellik bir harva turadi. Akuk palaqishib yugurgunicha harvaga chiqishdi. Harvada saqalliq bir bo'y o'ltiradi. Harva yana uzoq yo'l bosdi. Bo'y harvaga yangidan chiqqanlarning usti beshiq pat-pat qarab qo'yadi. Barat ichib pushib o'ltira olmay qoldi-da, oxiri yindik saqalliq kishini "Buva, sen bizni haqchan tozim bir namorat narsalar ekan deb qolding'i deyman," deb so'radi. Buvay un chiqmadi. "Sen shundoq o'ylayapsan," dedi Umar inisining so'zini quvvatlab. "Aslida biz noyat davlatman o'tgan odamlar. Keyin qanday gadoylashib ketdik?" "Buning nima hayron qolg'uchiligi bor?" deb eg'iz ochdi buvay. "Gadoylik bilan boyliqning oraliqi bir qadamlar. Sen bir yuziga yalang'och xotinning surti besilgan tillarni ko'rganmi?" deb so'radi Barat. "Nima?" deb ittik beshini ko'tardi buvay. "Yalang'och bir xotinning surti besilgan tillarni deyman." "Ko'rgan." "Rost ko'rganmi?" deb Akuk buvayga tangla tikildi. "Birini emas, yuzni ko'rgan." "Yuzni?" "Ha, yuzni. Men uning 99'ini mushkulchilikda qolgan bir birodarimga yetkazib bergan. Yana bir talni o'zim izlab topolmagan." "U bir tal tillarni mana men ko'rgan," dedi Barat. "Avval men ko'rgan," dedi Umar. "Nada? Kimning qo'lida?" "Dastlabda boshqalarning qo'li dedi. Keyin bizning qo'limizga tushdi. Bizning qo'limizdan nima ketdi bilmaymiz." "Shundoq," dedi buvay. "Boyliq u hech kimga mangulik emas." "Men demoqchiman," deb buvayning so'zini tortib oldi Barat. "Shu tillarga tushirilgan yalang'och xotinning surti nima? Nimishqa yalang'och turdi?" "Kimiki uni qo'g'lashib vasvasiga tushsa," dedi buvay. "Oxirida uning o'zi shundoq yalang'och bo'lib qoladi." Akuk ikkisi shundoq uzoq jimib ketishdi. Harva ularni bir xil tavritib ilgirlaydi. Ig'ir chaqlarning qumliq yo'lida qoldirgan izi ilondek to'lg'ishib orqada qoladi. "Oldimizda bir do'nglik ko'rindi," deb vaqirashdi otliqlar. Ko'zni yumib xiyolga ketgan buvay lap qilib ko'zini ochdi. Harva va otliqlar to'xtadi. Buvay harvadan sakrab tushdi. "Nim bo'pti?" dedi Umar. "Uqmadim," dedi Barat. "Yuri, bizmi tushayli." Ular harvadan tushib, buvayning orqasidan ketdi. "Yetib ketdik. Beg'amlar shahrining o'rni mana shu," dedi buvay otliqlarning oldiga o'tib. Buvay ko'rsatgan tarafda tutash ketgan qumliqlarning o'ttirsida egiz bir to'pilik qad ko'tarib turadi. "Beg'amlar shahrining o'rni shu do'nglikmi?" "Yo'q," dedi buvay. "Shaharning o'rni bu do'ngning orqa tarafida. Bu do'nglik Buvoqlar qabristonligi deb ataladi." "Buvoqlar qabristonligi?" "Beg'amlar shahrida bir qatim shundoq ajoyib bir saylan bo'lgan," deb kulimsirdi buvay. "Oq ko'ngil, sodda, shahar xalqi hech qandaq aybi, gunohi yo'q farishtadak bir pok kishini o'zlariga podshoh qilmoqchi bo'lib izlab, oxiri onasining quchqida tatliq uxlab yotgan bir buvoqni shohlikqa ko'rsatgan. Beg'amlar shahriga yovlab besib kirganda shaharning buvoq podshohini izlab topolmay, yuzlagan buvoqlarning kallasini olgan. Keyin odamlar buvoqlarning jasadini yig'ib, mana mushu yerga akilib dafn qilgan. Ilgari bu emas edi. Allohning qudrati bilan atrofni qum bosgan sari bu qabristonlikning o'nimi ko'tarilishga boshladi. Ehtimol hamma yerni qum besib ketgandimi, bu yer Beg'amlar shahrining belgisi bo'lib, mangu qad ko'tarib turar. Qani, shehidlarning ro'yiga bir duo qilayli." Buvayga agishib, hamma duoga qo'l ko'tardi. Umar bilan Barat bir-biriga qarab qo'yishdi-da, ularni alqonlarini ichishdi. "Yuringlar,
Beg'amlar shahrining o'rnini ko'rayli, dedi buvay duodan keyin. Ko'pchilik do'ngning orqa tarafiga o'tdi. U yerdagi cheki yo'q qumliq so'zilib yotadi. Faqat ilgirki uy imoratlarning cho'qchiyib chiqib qolgan tomlaridilla qadimiyovat bir shaharning iznasini farq qilg'ili bo'ladi. Beg'amlar shahrining eng oxirgi ko'chalaridami qumlar uchib yuradi. Shaharning odamlari qani? Ana bu tarafga qaranglar. Yiroqda bir to'p odam nag'ma navo qilishmoqda edi. Bo'rining ho'lishi, kechada chiqqan bo'ronning gurkirishi, onaning faryodi, norasidalar yig'isi, noilojlarning nolisiga o'xshab ketadigan bu ko'yning larzida odamlar asabiylarcha sakrishib, boshlarini keyniga tashlab, yoqalarini yirtishadi. Shu topda ular uchun na quyosh, na yulduz, na olam, na o'zlarining hayot mamotligi hamma narsa unutilgandek qiladi. Ularning atrofida bo'lsa rayimsiz qum iqimi qaynamdek piqiraydi. Ular deb tushuntirdi buvay. Beg'amlar shahrida oxirgi jang bo'lgan kechasi bulang pushqoqda qilib qolganlar. Kim bu holsizlangan shahardagi boyliqlarni bulang-talang qilish uchun bu yerga atrofda minglab qalandalar, bulangchilar eqib kirdi va oldig'ini elib ketib qilishdi. Ularning ko'pinchisi cho'l yo'llarida tinab, jin shoyatu, izitqularga aylanib ketganmish. Hey izit, dedi yigitlarning biri. Bugun yoki ata bu yerda qolgan narsalarni qumya olmab bo'ladi. Beg'amlar shahrining oxirgi odamlari faqat ashulalama, dedi yigitlarning biri. Yana bizmi bor, dedi hilqi go'zal qiz. Qani, menga paltamni beringlar. Qani, menga paltamni beringlar, deb qo'lini sundi qizning yenidagi yigit. Buvoqlar qabristonligining yeniga biz boshqadan yep-yangi bir shahar barpo qilaylik. 1995-yili 11 Sevimli azizlar, shahar romani tugidi. Romandagi insonni eng qoyil qiladigan va qalbini larzaga soladigan narsa bir obrazni, bir personajni yaratish orqali o'xshamagan tarixiy davrlarni bir tizish. Ajoyib g'aroyib rivoyatlar. Bu rivoyatlarning qaysi birini biz anglamagan? Biz kichikimizda hammamizning cho'ng bo'lgan yurtida, mahallasida, ko'chalarda, bir yerlarda rivoyatlar liqida. Kichikimizda jin haqidagi rivoyatlarni anglamagan qanchamiz bor? Hammamiz jin haqida rivoyat anglab cho'ng bo'lgan. Har bir do'ng, har bir qumliq, har bir daraxt, har bir narsaning birdan hikoyasi bor. Qum bosgan shahar romani. Shunchalik bir kitob. Jami 383 bet. 383 betga ajoyib chiq folklor omillari, Uyg'ur xalqi ichida saqlanib yotgan ajoyib g'aroyib ashundaq mayli jin haqidagi rivoyat, unda narsalar bo'lsin, rivoyat bilan reallik, g'oya bilan bu xil tarixiy bir vaqaliklarni intayin go'zal cho'chik sifatida aytib berish 7 dan 70 gacha hammadan anglaydigan, anglab tushunadigan va buning bir shapini, bir bishoratni his qila oladigan roman. Süpürge. Necha yoshga kirgan bo'lishi mumkin? Süpürge ta asarning beshidan tortib, qum bosgan bu shahar, beg'amlar shahri yo'qolib ketkicha va hatto keyin bu beg'amlar shahrining oxirgi, masalan, Yantoq oqsoqolning o'g'illari. O'g'illari kimdi? Cho'ng o'g'li Umar, ikkinchisi Barat, uchinchisi kimdi? Safar. Bu Safarning keyin qanday bo'ldi? Cho'l o'g'li qilib ismi o'zgarib ketdi. Undan keyin kitob ichida bir so'z, bir chekit, bir cümle ortiq yoki kam emas. Har bir vaqalikning bir yerda bir nimasi chiqadi. Masalan, shu supurga dastlab quyosh shoyidan yongandan keyin yo'lda heliqi buvoq, heliqi sirliq buvoq, ya'ni quyosh shohininki shu vaqtidagi valiahdi bo'ladigan buvoqni o'rtada siyosiy o'zgarish bo'lib, ashuni o'ttirib o'tamiz degandan bo'ynida tuma va buvoqni izlab yurgan vaqtda uning onasi qanaqa qildi? Buni o'rnining oqishlarini bir yo'llar bilan qochirib o'tib, dal shu o'zining bilan billa kimga tutqizib qo'ydi? Supurgiga tutqizib qo'ydi. Endi supurgi bu yo'lda buni mang'idi. Bir yer kelgan vaqtida bu ayol og'rilib ketadi o supurgini tashlab. Endi bu vaqalik mushu yerda katta tugidi deb o'ylaymiz. Ammo keyin cho'gilib kelgan vaqtida Safar, ya'ni cho'l o'g'li, yiliq cho'lda bir qizvalni ko'rdi. Intayin jasur. U deydi: "Mening dadam bir mushundaq jahonkezdi bir ekan to'q" deb.
Demek, o süpürge bilen heyliqi ayoldan boğan qız bala. Çölde çoğuğan qız bala. O ahırda səpər bilen toy qılıdı. Ve özünün dadasının jutuğa, özüninki təvə boğan aşu yeriga intiladi. Səpər bilen ikkisi bu süpürgününki yetekçilikide Beğemler şehrini qaytadan qurish uchun atlandı. Yolda bir ömrü azgınlıqda ötep, altın qoğuluşup, menfaat qoğuluşup, akmas işqi to'xtamay takallaşıp, senin to'g'rimi, mening xatommi? Masalan, ba'zi yerlar kulginglar keldimi? Sen qandaqsın ki mening akam bo'lasan desi, men sening ukang bo'lg'achqa sen mening akam bo'lgan. Yo'q, men sening akang bo'lg'achqa sen mening ukam bo'lgan. U qadar mantiqsiz, puchak, tükürüp qo'yg'idakli bir talash tortish. Demek, ular aşı talaş tartışı bilen qeyrindaşlar o'ttirsidagi mehr muhabbet ve rishtini xo'rtib uzib etgan. Ular yiliqi yalang'och xotinning rasmi tushirilgan tillalarni aşı tillalar uchun qip yalang'och bo'lib, o'z ko'chada sazoyi bo'lib, o'zining yalang'ochligini bilmagidek darajada bu hayotda o'zini yo'qotib qo'ygan. U qadar uzun yashadi, xotinlari bo'ldi, saroylari bo'ldi. Ay kimdisi Ömerboy, Baratboy jutni so'di. Ahırda uxlab qopab, o'g'inib qanday qildi? Hamma narsa tush kabi. Nimaga intildi? O'zining tug'ilib o'sgan yurtiga, o'zining balaligi o'tgan, yiliq cho'milib o'ynagan beg'amlar shahrini topamiz deb. Egiz osmonda uchgan qush, tushar joyingni o'yla. Bek güzel bir misra Ömercan olimning naqsidiki. Demek, Xunbasqan shahar romani meyli til, meyli bayan uslubi, meyli vaqaliklar, meyli folklor, meyli ideya, hamma jihatdan haqiqatan muvaffaqiyat qozongan bir roman. Biz Məhəmmətin Noşurni köprək, qırlıq istakan, sarang, oltinchlik et degan şu yurishlik hikoyalar bilan tanıdık. Ama yozgan asarlari jiq emas. Masalan, Qum bosgan shahar romani bor. Undan keyin Salchilar romani. O qachon chiqdi? Men o'qib boqmadim. Salchilar romanini o'qigan bo'lmadim. Chunki u vaqtda bek yaxshi mendaq baholarni ilqim. Qum bosgan shahar roman haqiqatan ijodiyat pallasining cho'qqisi, zirvasi, go'zalligi. Buni nurg'un cheklandi deydi, o'qidik. Bu mening eng az 3-chi qitim o'qishim bo'ldi bu romanni-chu. Hamda uni o'qib boqmadim. O vaqtda Qum bosgan shahar romanidagi yozilmabdi, bu deganlar bo'ldi, bilmayman. Uni bir o'qib boqqandan keyin nima qilamiz? Hammalarga bu romanning tili oddiy-chu. Tili oddiy. Nurg'un masalan, mush o'qish jarayonida ba'zilarini deb o'tib ketdik. Misol, pam yo'q. Nima dedik? Ta'minlash dedikmi? Shunday bir necha gaplarni men qayta takrorlab o'tib ketdim. Unutilgan so'zlarimiz, nihoyatda go'zal jumla shakllarimiz, Uyg'urlarningki ifodalash iqtidori, Uyg'ur tilining ifodalash iqtidori. Biz jiqonlarda diqqat qilamiz. Masalan, men Turkiyada yashayotgan 7 yildan oshdi. Bu jarayonda jumlalarimizningki bag'on siri turkchilashib ketishi. So'z Uyg'urcha, lekin jumla shakllari turkchilashib ketishi. Masalan, bir misol deb o'tib ketaylik. Hocam, sen bilen paranlaşman şundaq ilqi. Seninle konuşmak bana çok iyi geldi. Ma cümle var o. Bu ne deyimiz? Sen bilen paranlaşman şunda yaxşı geldi. Mesela. Oy bu şunda yaxşı keldi sana. Yaxşı keliş, iyi geldi'nin söz mü söz tercümesi. Mesela bu kim sana yaxşı kepti, to'g'ri kepti. Bizde bu gap şunda huzur berdi, hoş yoqidi. Sen bilen paranlaşacak bir mana şunda men rahat etdi. Bana huzur berdi, bana hoş yoqidi. Ya biz bunday qilmaymiz. Men sen bilan shunda paranglashib sir ko'nglim echilib ketadi. Asli biz bunday gap qilamiz. Demak, bizningki yolg'iz bu yerda so'zlarni ham emas, jumlalarni, tekstlarni, uning ichidagi so'zningki so'ngiki va uning go'shini, ro'yini qo'shib turib saqlab qolishimiz Uyg'ur tilini haqiqiy ma'nodagi saqlab qolish bo'ldi. Dunyoga dağlıq faylasuf Wittgenstein deydigan bir faylasuf bor. Wittgenstein'ninki til haqidagi ko'z qarashlari ajoyib qaltis. Haqiqatan. Bu vaqtda ayrim bir kuni yana bir tema deyish to'g'ri kelsa bir material tayyorlab bu vaqtda paranglashamiz. Wittgenstein tilning insonning ideyasi ko'rsatadigan ta'siri, insonning ideyasining harakati ko'rsatadigan ta'siri va bu harakatning insonning taqdiriga ko'rsatadigan ta'siri haqida ajoyib qaltis ko'z qarashlarni o'tirib qo'ydi.
Biz ba'zileri ağzımızdan chiqqan gaplarga diqqat qilib ketolmaymiz. Nega bordi, qandaq ulanchiq o'ylashib ketolmaymiz, ammo tilning inson hayotidagi va dunyodagi roli intayin muhim. Bu so'zlash san'ati, masalan, hozir hammamiz shundoq bir yaxshi gap qila olsak, nutq bu deymiz-ku. Bu narsa uning kuchidan iborat. Dunyo til bilan cho'gilayotdi deyishga bo'ldi. Bugungi kunda ideologiya ajoyib qurollardan bekrak ideologiya ko'rishi bo'lyapti. Davlatlar qurollari bilan emas, o'zining ideologiyalik ta'siri bilan boshqa davlatlarni hatto butunlay ideologiya ta'siri bilan, madaniyat ta'siri bilan yutib olish. Mana shundoq bir yer sharlishish, shundoq bir yuzlanish bo'lyapti. Uyg'ur tilini qo'g'dab qelish, avval biz cho'nglarninki Uyg'urcha saviyarimiz, Uyg'ur tarixi, madaniyati, adabiyoti, buningga bo'lgan tonishini texim cho'nqurlashtirish, intayin mas'uliyatchanlik bilan har bir jumlasi, har bir so'ziga ega bo'lish orqali asta-asta amalga oshadi. Bu kitobni shunday maqsadda boshlagandik. Keyingi qitimda yana yaxshi kitoblar bilan uchrashimiz. Inshaalloh yaxshi bir kitoblarni o'qib berishim nasib bo'lg'ay. Bak yaxshi o'qolmayman, lekin shu jarayonda sizlarga kitob o'qiyman deb o'zimni vazifa belgilab, ham uning ustiga aniq bir nishon bormi shu ifodalash iqtidorimiz, tilimiz, bu narsalarni yaxshilaymiz deb. Hamda tarjima asarlar o'qib qolsak, agar keyingi vaqtlarda bu tarjima asarlarga nisbatan ba'zi tanqidiy ko'z qarashlar bo'lishi mumkin, ammo uni bu o'qish jarayonida mana qilib qo'yibdi, anda qilib qo'yibdi emas, mana desak yaxshiroq bo'ladi deb o'tib ketishi mumkin, ammo tanqidlab bu yerda deb ketmayman, lekin tarjima xizmati u ayrim bir narsa, uni ayrim paranglash kerak. Bu go'zal romanni o'qib tugatdik. Bu jarayonda menga telefon qilib, oxirini o'qib olsangiz degan, shu naq maydonga kelib, anglab, yuraklarni berib madad bergan, shuni anglagan, toqat qilgan hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Chavak ikki qo'ldan chiqadi. Yolg'iz otning chang chiqmas, chang chiqsimi dengi chiqmas deb sizlarninki mustaq qo'llashlaringlar bilan texim ko'p kishilarning shundoq bir kitob o'qish va ma'naviyatini to'shqizish shuning turtki bo'lib qolsak ajab emas. Allohga omonat. Keyingi qitimli kitoblarni ko'rishaylik. Ma kitobni o'qisangiz bo'pti deydigan bir orzuyinglar bo'lib qolsa, hamda teklif fikrlaringlar bo'lib qolsa, va baho qismiga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Shu yerda men diqqat qilib o'qiyman. Allohga omonat. Xayr xo'sh.